Mana noldan kelgan shogirdim Soliha. Bugun sochni prichoskaga tayyorlashni o'rganyapti. To'g'ri gafri qilishni. Bizda gafrining o'rni juda ham muhim. To'g'ri gafri qilish kerak. Agar noto'g'ri gafri bo'lib qolsa, prichoska o'xshamaydi. Judayam chiroyli chiqdi. Birinchisiga yomon emas. Ko'pchilik mana shunaqa lyotka lokon xolashadi. Endi bu modelimizni sochlari kalta, lekin bularga judayam yarashdi. Mana Soliha. Mana gafri qilib oldilar. Judayam yaxshi chiqdi. Birinchisiga zo'r gafrilari. O'sha nomiga gafri berish kerak. Endi bu sochni biz ham lokon qilamiz. Soliha. Shuni tugatdi. Judayam chiroyli chiqdi. Lokon qaralgan lokon qilyapti. Mana endi shogirdlarim makiyaj qilishni boshlashdi. Mahigilam noldan kelganlar. Bu yerda Soliha ham modelning makiyajini boshladi. Açamiz. Nejni qildilar. Birinchi marta Solihaniki. Endi 7 ta dars o'tdik Soliha bilan. Yomon emas. Mana makiyajlarni tugatdilar. Juda ham chiroyli chiqdi.